Ona aytayapti. Men bir kuni erimni bir gapidan xafa bo'ldim. Kelgan so'yindim deydi. Erim menga qarab turib aytdi. Farzand dunyoga keldi, farzandning chiroyliligidan, uni qiliqlaridan ikkomiz tong ottiramiz deydi. Ustida tomosha qilib o'tirib tong ottiramiz deydi. Bolamiz chiroyli qiliqlar qiladi deydi. Keyin sekin-sekin bolamizni tili chiqdi deydi. Sekin farzandlik bo'lsa, bolam deb sen bilan meni qaramay qo'yadigan odam uchun kuyasan. Menga sen keraksan. O'zingni ehtiyot qil dedi. Aytish kerak edi, o'zingni qilig'ing deyish kerak edi. Ammo deyapti, haligi ayol aytayapti. Qarang, adabiyotda yozyapti. Erim menga tasalli berib, bu yog'iga sen men senga kerakman. Bir-birimizga suyanib o'tamiz. Xafa bo'lma dedi deydi. Tushunib yetdimki, farzanddan ham ko'ra ko'proq erim menga himoyachi ekan, erimga suyanaman ekan. Ilohim farzandlarimiz noqobil bo'lmasin. Ilohim umid bilan tarbiya qilib o'stirgan qiz farzandlarimiz munosib joylarga turmushga chiqsin. Turmushda xorlanmasin. Turmushda aziz bo'lsin. O'sha xonadonlarda bizlarga rahmat olib